Assalomu alaykum bizlarni kuzatib boruvchilar. Bugungi ko'rsatib tushuntirib beradigan texnika o'zi platforma podyomnik bo'ladi. Bular 5 xil ko'rinishda bor. Og'irlik ko'tarishi 350 kilodan 1 tonnagacha bo'ladi. Balandlik ko'tarishi 1 metrdan 1,5 metrgacha bo'ladi. Mexanik varianti foydalanishni ko'rsatamiz. Ko'tarildi. Tushishi. Bu turdagi platforma podyomnik o'zi avtomatik tarzda ko'tarishga ega. Bularning ham 3 xil turdagisi bor. Og'irlik ko'tarishi 350 kilodan 750 kilogacha. Balandligi ko'tarishi 1 metrdan 1,30 gacha bo'ladi. Foydalanish olamiz. Ko'tarishga. Bunisi tushirishga. Shu holatda ishlaydi. Bu texnikalarni ko'proq bizda mashina ustaxonalarda ishlatiladi. Qo'shimcha savolinglar bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin.